Güzel bilan tamoqni intayin ko'ngilsiz o'ltirib yedik. Güzel g'ash ko'nglimni teximi g'ash qilgan edi. Muxtar rastla meni aldig'anmidi? Rastla mening hissiyotimga chaqchaq qilganmidi? Seni kechirmayman, Muxtar. Sendan nafratlanaman. Biz kirgan samovar sho'rxonasiga kirgan ayollarmi jiq edi. Nemishqikin shundoq ayollarga hasad qiladi. Balki men uning bilan to'y qilolmaganim uchundir. Avu odilimizdagi ustalda o'ltirgan ayollar nima degan baxtlik. Avu ikki bolasi nemancha o'maq. To'g'ri. Muxtarmi ashulardek baxtlik. Muxtarning ashundaq oilasi bor. O'ltirg'im kelmadi. Balkim o inoq ayollarga qarab hasad o'tlarim qo'zg'algandi. Mijozim yo'q deganni bahona qilib, Go'zalning qiydoshlariga qaramay qaytib ketdim. Karbitimga chiqib, o'zimdan o'zim xiyol surdim. Yana xiyolim ashu Muxtarga ketgan edi. Uning ayolining telefonlaridan bezor edim. Ovozimi yiqimsiz anglanadi. Turib, mushu ikkisi muhabbatlashib to'y qilgan bo'g'imidi. Muxtar qandoq yortib olgan bo'g'iydi, debmi qoladi. O'zimni o ayolning oldida qizil guldek, uni so'lishib ketgan yovu guldek his qiladi. Lekin umu mendek qizchaqlarida mendan chiroyli bo'g'iydi deganni o'ylamaydim. O'zimni hammadan ustun tutishga tirishadi. Lekin Muxtar hech qachon menga ayolim bilan ajrashib seni olaman deb boqmagan. Demak, u oilasini hammadan ustun ko'radi. Ayolini yaxshi ko'radi. Bir kuni uningdan so'radim. Men sizning nemingiz? O o'ylanmayla javob berdi. Hayotim, borliqim. Men uning bu javobidan cheksiz xushal bo'lgan edim. Uning bilan munosabatimni davom qilaverdim. Uningga chidamaydim. Uningdan ayrilsam yashayolmayman deydi. Uning ayolidan telefon kelsila chiroyim tatirib ketadi. O his qilalaydi. Telefonni olmaydi-da. Mangzimga yenikkina birni sevib qo'yadi. Bu men uchun tasalli edi. Bora-bora o o'zgardi. Bag'ansiri meni ko'p izlamaydigan bo'ldi. Ish qilib, o burunqidan aldirash edi. Bir yakshanba kuni uni ko'na joyda saqladim. Chiqmadi. Uni saqlash mening odatim edi. Hech qachon u meni saqlamaydi. Sapmasaq 3 soat saqladim. Chiqmadi. Telefonimni olmadi. Eg'ir qadamlarim bilan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Xuddi hamma odam menga qarayotgandek bilinib, ichim ochiq bo'ldi. Kechda uningdan uchir keldi. Kechiring jinim. Balamning mijozi yo'q, shunga chiqqanmidi? Uningga bir eg'iz hechqisi yo'q degan gapni qaytardi. Uning bilan urushishga, jidal qilishga haqqim yo'q edi. Ba'zida o'zimdan saskanatdi. Onang seni bundoq tarbiyalamagan-ku, Mahira. Onang bir axloqli ayol-ku. Nimishqa sen past ko'nglingning keyniga kirasan? Men 3-shaxsning hikoyasini ko'p anglagan. Kinolarda jiq ko'rgan. Ularning hech qaysisi yaxshi oqibat ko'rgan emas. Yo'q, men ularga o'xshamayman. Ular erlarning pulini ko'zlaydi. Oilasini buzishga urinadi. Lekin men undaq emas.
Mening kutganim muhabbat. Men uningdan hech nima kutmayman. Menga faqat Muxtar bo'lsa bo'ladi. Uni haqiqatan yaxshi ko'ratdi. Uni suyatdi. Hattoki uni o'zimdanmi qizg'inatdi. Uning uchun o'tqa kirishga rozi edim. Nima desam ma'qul deydi. Uning gapini jiralmaydi. O allaqachon mening ojizligimni tutib olgan edi. Bansiri uning mendan talab qildiganlari eshib ketyotdi. Bir kuni u meni o'ziga qaratdi-da, mendan so'radi. Meni rostli yaxshi ko'ramsan, Mahira? Ha, bakla. Men sizga oshiqman. Sizsiz bir kunimni tasavvur qila olmayman, Muxtar. U meni bag'riga bosdi-da, quloqlarimga pichirladi. Amsa, men uchun borliqingni atiy olamsan. Go'harda qizliqingni menga taqdim eta olamsan. Cho'chib beshimni ko'tarib uningga qaradi. Siz nima da'vatsiz, Muxtar? Voy, nimachi qilsa? Yaxshi ko'rishing shunchalikmidi? Men uningga tikildim. Muxtar, men sizni yaxshi ko'raman. Sizni sevaman. Siz bu hayotimdagi men tunji sevgan er. Sizga butun muhabbatimni berdim. Lekin borlig'imni berolmayman. Bilaman. Siz meni olmaysiz. Muxtar, siz menga ega bo'lolmaysiz. Faqat vaqti kelganda yuragimga saqaymas jarohatlarni qoldirib, meni tashlab ketasiz. Sevgimni sizga atadim. Qizliqimni, borliqimni kelgusidagi yo'ldashimga qoldirib qo'yay. Balkim siz degandek yetish bo'lmaydigandir. Balkim doktorxonaga berib, yolg'ondan qizliq soldirsam hamma ish hal bo'ladigandir, Muxtar. Balkim hech kimni sizdek suyolmasman. Lekin mening kelgusidagi yo'ldashimga o'valqig'im yo'q. Uni oldig'im yo'q. Mening bir umr vijdon azobida kuygim ham yo'q. Meni kechiring, Muxtar. Men har bir eg'iz so'zimni tishlarimning orasidan donima-dona chiqarib so'zlab o'tdim. U dong qaytib turib qoldi. Shu tap o'zimdan xush bo'ldim. Hissiyot uchun 99 qadamni bosgan bo'lsam, qizlik g'ururim, ishbitim uchun eng oxirgi bir qadamimni to'g'ri bosgan edim. Shu kundan boshlab u meni izlamadi. Uningga bo'lgan sig'inishim bag'ansira kuchayib ketyotdi. Axsham bir tush ko'rdim. Tushimda Muxtar mening yonimdan meni tanimay o'tib ketyotgandek. Men uning qo'llariga eslagandekman. U meni silkib etib, ko'nglim g'ash uyg'onib ketdi. Ko'zimni ochibla telefonga qaradim. Hech uningdan uchur yo'q. Kechda ishdan tushib, uyga mangay deb turishimga uningdan uchur keldi. Uning nomerini ko'rishim bilan hayajondan yuragim etilib ketgila tasli qoldi. Kechda soat 7da sizni ko'na joyda saqlayman. Nemishqikin xush bo'lolmadim. Chunki uning nima deydiganligini ko'nglim tuyib turadi. Chiqishga petin olmadim. Uning og'zidan shu rahimsiz javoblarni anglag'im yo'q edi. Butun kuch mag'durimni yig'ib, yanala uning bilan ko'rishishga chiqdim.
Her ikkalimiz sukutda o'ltiratdik. Aramızda burunqidek yaqinchiliklardan asarmi qolmagan edi. Biz xuddi yangi tanishgan qiz yigitlardek. To'g'ri. Mushu joyda onunğa eslib olatdim. Chashlarini hidlaytdim. Baltamadigan lablarga suyatdim. Onunğa kichik boladek erkalaytdim. O meni har xil qiliqlar bilan kuldiratdi. Amasa men gap boshlay. Dedi o gelini qirib qo'yib. Mahira, men bilaman. Siz yaxshi qiz. Onun gapining oxiri chiqmayla. Onun nima deydiganligini ta'minlab bo'lgan edim. Bo'ldi so'zlama. Muxtar. Anlig'im yo'q. Shu daqiqada onun so'g'uq ko'zlariga qarashqimi petinolmadi. Yig'lamaslikqa tirishayotgan bo'lsam-mu, ko'z yoshlarim etilib chiqyotdi. O meni xijil qilmang Mahira. Reallikqa tan berayli. Meningmi o'ylaganlarim bor. Oldingi qitim sizga qilib solgan gapim uchun meni kechiring. Men sizga siz o'ylagan baxtni berolmay turib, sizning borligingizni talab qilishga nima haqqim? Burun kichikdingiz Mahira. Amdi cho'ng bo'ldingiz. Sizga ayon. Biz birga bo'lolmaymiz. Amdi sizni davomli azobligim yo'q. Yeshim 30 ga yetib qoldi. Amdi hissiyotning kayniga kirgim yo'q. Cho'ng o'g'lim bu yil boshlang'ich maktabga kirdi. Amdi butun zehnimni bolamni tarbiyalashga qaratmasam bo'lmaydi. Menga bergan pok muhabbatingizga rahmat. Har ikkalimizning baxti uchun sizdan voz kechishni tanladim. Mahira, balki bir mezgil ko'nalmasligingiz mumkin. Sizga mendinmi yaxshi odamlar uchraydi. Siz bu baxtingizni topmasangiz bo'lmaydi. Men sizni baxtli qilamaganni ozda. Baxtingizni nobud qilgim yo'q. Mahira, menga ishning. Men sizni oldimadim. Oxirlashmaydigan sorun yo'q. O'ttirimizdagi ishlar aslimi bo'lib qolsin. Aman bo'ling. Onunğa xo'sh degudakmi maqdurim yo'q edi. O ketdi. Meni hijronda tugamas azobni qo'yib ketdi. Uni seg'ingan siri onun o'tlari besilmaydi. Seg'inish, pushaymon, azob, hasrat yuragimni puchilaydi. Mushu kunlarda tirik murdig'ila aylanib qolgan edim. Tutqan qo'yganlarimni bilmaydi. Onun yenimda bo'lishini orzu qilatdim. O'zimni zo'rlab, boshqa o'g'illar bilan paranglashib boqatdim. Lekin hech kim oningdek ayiblarimga bir ko'zini yumib olmaydi. Hech kim oningdek eski qo'ylarimni ko'tarmaydi. Mushu kunlarda onun qadriga yetibmi qolatdi. Tirimada qilgan ovoz bilan cho'chib telefonimga qaradim. Öndidar ismi Pinhan ismli bir ayol qachilash uchuri avatgan edi. Uni qachiladi. O ayol o'zini tanishtirdi. Qanday ahvolingiz ukam? Men Muxtarning ayoli Nusrat. Yuragim qattiq qoldi. Lekin o ayolning chiroyli ahvol so'rashlaridan hech osonlik qiladigandak emas edi. Sal tortinibroq javob xat yozdim. Yaxshi, o'zingizchi? Men yaxshi ukam. Ko'nglingizning yerimliqini bilaman. Menmo bir ayol kishi. Ko'nglingizni tushunaman. Amaliyotda Muxtarni
sizdan ayrilib ketishga men majburlagan. O sizning ko'nglingizni dafsanda qilsa bo'lmaydi. Men to'y qilib, mushi kamgacha ko'migan xafalık qolmadi. Siz texi kichik. To'y qilgan chig'ingizda ondan mendek hadingizning ko'nglini tushunasiz. Mayli qanchalik ko'nglingiz yerim bo'lsin, cho'qim chidang. Shu go'zal ruxsaringiz bilan sizga uningdan yaxshi odamlar uchraydi. Uning gaplaridan yuragim shurada erib ketdi. Meni yomon ko'mamsiz hada. Nimishqa meni tillamaysiz? Voy ahmoq qiz. Sizni nima deb tillayman? Menmi ayol kishi tursam? Ukam, shu biz ayollar hissiyatchan, ko'ngilchak kelimiz. Mening achchig'im keladiğini mening erim. Asli o to'xtab qolsa bo'ladi. Siz tunjisi emas, ukam. Men bek ko'p azar yeb ketdim. Men sizni tillamayman. O'zimning singlasidek bir notivan qizni nima deb tillayman? Men sizni O'rimchida o'qiyotgan chig'ingizda bilatdim. Sizni izlashni o'ylagan. Lekin erimning ujmi ko'ngilligini bilgashga 2-3 oy o'ynab to'xtab qoladi deb o'ylabdi ekanman. Lekin aloqanglar uzun bo'lib ketdi. 4 yilgacha to'xtamadinglar. Men sizni o'yladim. Chunki Muxtar sizga har qancha oshiq bo'lsa-mu, bizning guldek uyimizni buzib, sizni olmaydi. Eng oxirda ziyon tortadigani siz bo'lasiz. Muxtarni deb necha qitimlab baxtingizni qo'ldan bergansiz singlim. Sizga o'xshash, menmi uni bakli yaxshi ko'raman. Uning uchun jinimdan ketishga roziman. Har ikkilimiz azar yedik. Shunga sizga qattiq gap qilgim yo'q. Har ikkilimizda ko'ngil bor. Faqat men uni sizdan burun uchratgan. Shunga sizdami xatolik yo'q. Endi uningdan voz keching. Baxtingiz oldingizda tehi. Nemi xotinlarni ko'rganman. Ko'chada sazo yetolmaydigan. Erimni ozdirdim deb, yo'ldagi qizlarning chashlariga esiladigan. Xizmat o'rniga berib arz qiladigan. Nusrat Hadam nima degan oq ko'ngil ayol. Uningdagi shu oq ko'ngillik, sabrchanlik, Muxtarni mushu kamgacha o'ziga bog'lab kelgan bu qiymati. Xotirjam bo'ling Hada. Sizlarning baxtinglar mening baxtim. Men Muxtarni cho'qim unutib ketaman. Uni endi istamayman. Sizdek ayolning uning yonida bo'lg'ini. Uning baxti jinim Hada. Rahmat ukam. Siz mo cho'qim baxtli bo'lasiz. Vaqtingiz bo'lsa, bir kun birga tamoq yeylik. Ko'nglim yorib qatgan edi. Nima degan bag'ri dengizdek ayol bu. Uningga nadan kelgan sabrchanlik, keng qo'saqlik. Uning o'rnida men bo'lgan bo'lsam, shunday qila olamadim. Yo'q, qilolmaydim. Ajrashiman deb uyni beshimga kiya edi. Berib erimni ozdirgan o'sha shaytonning og'zi burnini qon qilib o'tar edi. Nusrat Hadamning shu qadar sabrchanligi, mehribonligi meni uningdan kechkizganmidi? Men shuningdek ayol bo'la olamanmi? Keyin menmi shuningdek sabrchanligim, mehribonligim bilan oilamni qo'g'diy olamanmi? Xayr, Muxtar. Xayr, men xato sevgan er. Xayr, men xato bosgan qadamlar. O'zi yaxshi ko'rgan odamning baxtini ko'rishmi baxit? Yiningda
Farishtadek janoning bor ekan. Men sendan xotirjam. Seni ashu farishta sifat chiroyidan mehr to'kilib turadigan, og'zidan bal tomadigan mehriboning, umrlik hamrohing ayolimga topshirdi. Xizmat ehtiyoji bilan Shixanziga bir yillik o'qishga bordiganligimni uqqandan keyin to'liq xushal bo'ldim. Chunki bu mening Muxtarni unutib ketishimdagi eng yaxshi fursat edi. Chamadonimni so'rab, aerodromning ichiga kirib ketyapman. Butun azoblarimni, hasratlarimni keynimga tashlab, yangi turmushga, yangi muhitga qarab ketyapman. Aeroplan astag'ini ko'tarildi. Telefonimni aytayotganda ko'zimni chang'ida yumib oldim. Ammo qayg'ularim mushu aeroplan bilan ko'tarilib ketdi. Gulbargi qalamida tutgan Xayr xato sevgan nomli hikoya tugadi.